Assalomu alaykum, hurmatli narx-navolar kanalimiz obunachilari. Srochniy Surxondaryo viloyati Denov shahar Beshkapa mahallasidan hovli uy sotiladi. 12 sotixlik. Bu yerda bitmagan uy ham bor, usti yopilgan tayyor uy ham bor. Manzil tushuntiraman. Beshkapa Tutqatordan kirganda 5-ko'cha edi aka. 4-ko'chani o'rtasi bu Beshkapadan kirgandan svetofordan burilgandan 3-ko'chani o'rtasi, ya'ni o'rtaligida joylashgan. Mana shunday ichkarilarni ham ko'ramiz. Mana bu yerda hovli ham lekin 4 burchak katta ekan. 7 ta xona bu yerda qilingan, usti yopilmagan, podvali ham bor. Endi hovliga e'tibor qilmaysizlar, o'tlar o'syotibdi. Mana shunaqa tayyor 7 xonalik, mana 1,5 g'ishlik qilib qurilgan, usti yopilmagan, faqat podvali ham bor. 7 ta xona ekan. Keyin bu yerda mana usti yopilgan, tayyor, bu yoqqa ham chiqib kelgan. Bu 1 2 3 4 5 6 ta xona. Banni, tualet, bu yog'i yana 4 ta uy. Bu uyda ham alohida tualet vannasi ichiga qilingan, tayyorlangan. Shunga katta xonalar. 12 sotixlik hovli. Undaq bo'lganda anchagina kattagina joy. Beshkapa mahallasida joylashgan. Telefon raqami ekranda yozilgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, narxini kelishsalaringiz bo'ladi. Srochniy sotiladi. Xo'p, 12 sotixlik, yana ko'rsatib o'taman tashqaridan ko'rinishi. $220 ming aytilyapti. Faqat naqdga sotiladi, variant yoki barter, boshqa narsalar yo'q. Faqat realni oladiganlar telefon qilaverasizlar. Srochniy sotiladi. $220 ming ga 12 sotixlik Beshkapa mahallasidan, yana svetofordan, Beshkapa svetofordan burilganda marketda oldidan 3-ko'cha. O'rtada joylashgan. Bu tarafdan Tutqatordan kiriladi. 4-ko'cha o'rtada joylashgan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Faqat naqdga $220 ming.